Xayrli oqshom do'stlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugungi suhbatimizni davom qildirsak, biroz uzunroq bo'lishi mumkin. Oxirigacha ko'rsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Savollar berilgan, bu savollarda shu videoni ichida bo'ladi. Ko'p takrorlanadigan ibora bor. Bu ibora shundan iboratki, muammosiz davlatmi bor? Amerikada muammo yo'qmi? Yevropada muammo yo'qmi deyiladi. Ha, u davlatlarda muammo bor, ochiq-oydin gapiryapti muammolarni. Jar solishyapti. Amerikadagi tibbiyot muammosi qimmatligi, irqiy kelishmovchilik, boy-kambag'al o'rtasidagi farq, migratsiya oqimi, Yevropadagi migratsiya oqimi, Yaqin Sharq, Afrikadan borayotgan qariyalar ko'payib ketayotganligi, inflyatsiya, uy-joy qimmatligi. Bu narsalarni o'zini Los-Anjelesdagi ko'chada yotadigan ishsizlar, bomishlar ko'payib ketgan, narkomaniya rivojlanib ketganligi buni ko'rsatyapti. Bu uchun Amerika, Yevropa kuchsiz bo'lib qolmayapti. O'sha muammosi, o'sha muammoga rog'men imkon berishda, imkon izlaganga davom etyapti. U yerda tizim bor, qoida bor, mustaqil sud, mustaqil erkin ommaviy axborot vositasi, iste'fo berish, impichment bor. Hokimiyatlar vazifasini bajara olmagan hukumat vakillari yo sudlanadi mustaqil sudlar tomonidan yoki iste'fo beradi. U yerda shaxsga bog'lanmagan, shaxs hal qilmaydi. Shaxs obro'si hamma narsadan ustun emas. U yerda yo'nalish bor, qoida bor, tizim bor va bunga asoslanib davom etadi. Hukumatlar kelar, ketar, u bilan ish yo'q. Kimdir keladi, kimdir ketadi, umumiy tizim ishlaydi. Tizim ishlashi uchun mexanizm yo'lga qo'yilgan. Bu mana qayerda. Uni bizda ishlatadiku muammoni ular hal qiladi. Muammoni yig'maydi ular. Farqi esa bizdagi. Baraka topkunlar. Buni gapirayotgan yoki tushunmaysizlar. Biz sizga tahlil qilib beramiz, hukumatdagilar. Buni agar tushunmayotgan bo'lsangiz. Bizda esa bu mexanizmni olib ishlatishimiz kerak. Bizda muammo shundaki, muammo gapirgan dushman vatangado, vatan xoiniga chiqadi va u yo qamatiladi yoki tuhmat qilinadi yoki unga tuzoq quriladi, sekin qo'yib berib turiladi. Keyin u yoqdan bu yoqdan tuzoqqa tushgandan keyin ey Parvardigor yopishtiriladi, obro'sizlantiriladi va qamab bosimlar ichkarida nima qilsangiz qilasizlar. Ammo muammo qolib ketdi. Muammoni gapirgan edi u. Muammoga teginuvdi. Vazifangizni bajarmayapsiz. Kim buni bajaradi deb savol beruvdi. Sizlar esa uni savoliga eyvalloh deb javob berish o'rniga qarshi-qarshiga borib, bo'ldi, buni hal qilamiz, qo'rqishingiz kerak emas. U bilan siz kuchsiz bo'lib qolmasdingiz. Kuchlilik belgisi muammoni hal qila olish va muammodan qo'rqmaslik, unga to'g'ri yondashish. Mana shu kuchlilik belgisi. Mana shu butun Yevropadagi, Amerikadagi muammoni har kun chaynashadi. Koreyadagi, Yaponiyadagi 24 soat muhokama qilishadi. Filmlar ishlashadi. Bizdagi filmlar nimani ko'rsatadi? Bizdagi filmlar faxishlar, qaynota ota, qaynona muammosi mana shunaqa insonlarni degradatsiyaga yo'naltiradigan narsalar qo'yib beriladi. Asosan bir ma'noli, mantiqli narsa yo'q. Madaniyat vaziri iste'fo beradimi? O'zini ishini qilmayapti. Bermaydi. Aybsiz. Hukumat bizda shu daraja illyuziya yaratgansizlar, bu kommunizmmi? Endi to'xtatinglar-da shu tizimni sarqitini ko'tarib yurishida. Hukumat hech bir aybsiz, hech energetika vaziri iste'fo beradimi? Vazifasini bajarmayapti, bermaydi. Ularga teginilmaslik qoidasi yozilmagan qoida. Aslida shundaymi? Konstitutsiyaga bir amal qilinglar-da. Konstitutsiya bor-ku, hech bo'lmaganda nomiga dedingiz, dunyoga ko'rsatyapsiz-da, dunyoga ko'rsatyapsizlar. O'zingizni blogerlaringiz, o'zingizni akademikingiz, o'zingizni tashqariga chiqargan muxolifatingiz, mana blogerlarimiz million obunachisi bor, gapiryapti, tanqid qilyapti, yozib beryapsizlar, nima gapirish, nima qo'yish. Mushuk sichqon o'ynatyapsizlar. Birini vatangado, jamiyatni bir-biriga urushtiryapsizlar. Bir-birini urushtirib, ya'ni
ustidan kuldirtirib, mag'zava ag'dartirib, muammolar qolib ketyapti. Sizlar esa bu bilan nimani umrini uzaytirmoqchisizlar? Mana sizlarga savolda, kimni umrini uzaytirmoqchisizlar? Davlatni umri uzayadimi yo davlatni kelajagi porloq bo'ladimi shu bilan? Orqaga ketadi-ku. Muammo yechilmagandan keyin muammoni yechuvchilar, vakolati borlar, butun bir resurslar qo'lida bo'lgan qaror beruvchilar buni hal qilmagandan keyin, gapirganni dushman ko'rib qamagandan keyin ertaga bu yig'ilib borayotgan muammolar portlamaydimi? Sizlar ham shu vatanni farzandi emasmisizlar? Sudyalar, prokuratura, ichki ishlar, izoh yozgan sudyalar qamavyapsizlar 8 yil. Qaysi or, qaysi vijdon bilan qamayapsizlar buni? Baraka topkur muammo hal qilish kerak emasmi? Yaxshi emasmi bu gapirsa? Yaxshi emasmi bu gapirsa? Sizlar muammo bor, mana buni hal qilishimiz kerak deya sizga turtki bo'lmaydimi buni gapirsa? Ta'limga bordelda ishlash kerak bo'lganlari ta'limga tiqib tashladilar. Erkaklar ustidan direktor qilib qo'ydinglar. Ko'rib turibmiz bu narsalarni. Mahallamizni bilamiz-ku. O'zimizni tumanimizda bilamiz. Demak, bizni tumanda shunday bo'lsa, boshqa tumanda ham shunday. Rus xotini ta'lim, o'zbekcha bilmaydigan rus xotini ta'limda ishlaydi, ta'limni nazorat qilsa. Qoyilay sizlarga. Davlat administratsiya, prezident administratsiyasi Allamjonov hamma sohani egallab oldi. Butun kamera, oddiy qog'oz beradigan, prava beradigan, endi bitta temir parchasiga 7 million pul qo'ygan. Raqam almashtirish. Bu qanday narsa? Bu qanaqa qoida, qanaqa qonun? Bu davlat xizmatchisi qaysi qonun mezonga asoslanib bunaqa biznesmenga aylanishi mumkin? Kim vakolat berdi? Qani parlament, qani yig'ilish, qani kengash, qani quyi palata, qani senat? Sizlar nima qilyapsizlar u yerda, janoblar? Buni biz gapirib dushman emas, sizga do'st emasmizmi buni gapirsak? Buni biz tahlil qilyapmiz, o'qiyapmiz, ko'rib turibmiz butun dunyoda qanday ishlaydi-yu mexanizm, siz qanday ishlatyapsiz. Sizniki noto'g'ri, ya'ni bitta misolli ishlash uchun formulasi bor. Boshqa formulaga qo'ysak, u noto'g'ri bo'ladi. 2 × 2 4 bo'lishi kerak, 3 bo'lmaydi-da. Sizlar hozir 2 × 2 ni 3 deyapsizlar. 3 ham to'g'ri bo'ladi deyapsizlar. Buni oxiri falokatdir. Jamiyatdagi sotsiologlar, jamiyatdagi zo'ravonliklar, erkaklar, ya'ni qotillar oramizda kundan-kun ko'payapti. Buni sababi nima? Psixotrop moddami? Buni sababi iqtisodmi? Nimaga akademiklar muhokama qilmayapsizlar? Akademiklar, sizlar nima qilib o'tiribsizlar? Bizmi gapirishimiz kerak? Sizlar u yerda unvon oldingiz, pul oldingiz, medal taqdingiz. Qani sotsiologlar? Qani institutsional bu boradagi fikr bildiruvchi yetishgan kadrlar, doktorantlar? Mana unaqa nimani yoqlab, bilmayman qayerdan chiqarib olib, to'lib ketganman. Doktorant, aspirant, magistrlarni to'ldirib, pechatlab o'qitdilaring. Qani bular? Qani bular muhokama qilayotgani? Bu narsalari qani o'rtadaligi? Qani yechim nimadaligini yechishi kerak, vazifasini bajarmayotganlar nima uchun bajarmasdan lavozimida o'tiribdi? Qani buni muhokamasi nima uchun ketmayapti? Mana shuni yo'lga qo'yishimiz kerak deya sizlarga yuzlanyapman aslida. Hukumat odamlariga, sizlarga asosan yuzlanyapman. Baribir ko'rasizlar-da, asosan sizlar yaxshilab oxirigacha ko'rasizlar. Oddiy insonlar uni qizig'li kerakli joyini o'ziga oladi, ko'radi. Insonlar faqat bizdan yechim ber, taklif ber deb bizga do'q qiladi, so'kadi, haqorat qiladi. Biz ochiq endi qila oladi, husurini bizdan chiqaradi. Ammo insonlar garangsib qolgan, vazifasini bajarmayotgan, vazifani yechim kimda, kim uni bajarish kerak, kimdan so'rash kerak, uni da bila olmayapti-da. Bajarmasa uni majburiyati bajarishi, uni haqqi, uni so'rab talab bo'lish kerak. O'shanga yarasha taklif bo'ladi. Qattiq o'zini haqqi uchun turish kerak. Gapirayotganning orqasida turish kerak.
hukumat shaxsiyatini qoralab qo'ysa, jurnalist, bloger ishonib ketavermasligi kerak. Ammo uni tushunmayapti. Sizlar miyani to'ldirib tashlayapsizlar. Uni natijasida baribir alamzadachilik bilan kundan kun o'zini ichiga yig'ayotgan xotinidan, bolasidan, aka-ukasidan olayotganlar bu bir kun portlasa borku, Xudo ko'rsatmasin, sudyalar ayniqsa sizlar, ichki ishlar tizim adolatli, ya'ni rivojlangan davlatlari yuragi bu sudyalardir. Buni rivojlantira oladigan mexanizmni asos kaliti sudyalardir. Adolatli sudyalardir. Bu joyda sudebniy protsess juda punktual tarzda amalga oshiriladi. Nima sababdan har bir mezon o'rganib chiqiladi. Bizni otib yuborilmaydi. Ha, bo'ldi senga jarima. Sizlar ya'ni tavba qildim. Banan davlatiga aylanib ketyapmiz. Bizni tariximiz bor edi. Qoyila sizlarga. Kamerani ichkariga kirgizmasligi, qo'rqishingiz, kameradan ko'rsangiz Azroilni ko'rganday bo'lishingiz, bilmayman sizlar qayerda, qaysi buyruqni bajarasizlar, xalqqa shu daraja dushmanmisizlar? Siz ham shu vatan bir parchasi emasmisiz? Yo Marsdami yeringiz borsizlar? Men tushunmayman-da. Senga jarima. O'zim ham boshimdan o'tgan-ku. Ahvolim og'ir, buni men to'lolmayman. Buzuq mashinam o'zi, eski inomarka bu. Speedometri ham ishlamaydi. Ertalab noqonuniy turibdi. Uni o'zi noqonuniy. Unga birinchi chora ko'rishingiz kerak emasmi? O'rtoq sudya desa, aqllimisan? Tamom. Jarima 10 million. Eshitmaysizmi meni desa? Olib chiqib ketinglar dedi, otib yubordi. Otib yubordi. Shu daraja o'ziga ishongan, shu daraja xalqqa tupurib qo'ygan, ammo shoshmay tur. Shu bog'otdagi, men unutmayman seni. Shoshmay tur. Tangrining irodasi bilan shunaqangi bir kun ilasan, qarmoqqa ishon. Ammo bunaqangi pochka bo'lib yotibdi-da. Qanday yotasizlar, qanday uxlaysizlar sizlar? O'shanga hech aqlim yetmaydi. Biz hammamiz vatanni rivojlantirish uchun harakat qilishimiz kerak. Ayniqsa bu sohada bu fikrni berayotgan bizday insonlar dushman ko'rilmasligi kerak va siz buni olishingiz kerak. Keraklisini olishingiz kerak. Bekor gapirilmayapti bu gaplar. Yaxshi o'rganyapmiz, yaxshi tahlil qilyapmiz, majburmiz. Insonlar ko'proq bizadan istaydi. Bizaga xohlasa haqorat qiladi, xohlasa so'kadi, hamma narsani bizadan so'raydi, sizlarga yuzlana olmayotganligi uchun. O'shaning uchun majburmiz. Savoliga ham javob berishga, izohlashga majburmiz. Aslida talab qilinishi kerak bo'lgan sizlardir, hisobot berishingiz kerak bo'lgan sizlardir, ammo uni eplay olmayotgani uchun ba'zi alamini, dardini bizaga aytyapti, sochyapti, boshqa qilyapti. O'shaning uchun majbur o'rganyapmiz bu narsalarni, ammo o'rganar ekanmiz, tahlil qilar ekanmiz, vaziyat juda yomon. Akademiklar, sizlar og'zingizga qulf solib olgansizlar. Sizlarda eng katta aybdori bu nima uchun sizlarda javob berasizlar. Bu sizlarda bundan pul ishlayapsizlar, pul qilyapsizlar, obro' orttiryapsizlar, medal taqyapsizlar. Ziqqin bo'lsin o'sha hammasi. Sharafsizsizlar sizlar. Buni muhokama qilmayotganingiz uchun. Or-nomusingiz yo'q, sharafingiz yo'qdir. Ahvolni o'rtaga ko'ndalang qo'yib, aql odamisizlar. To'xtatish kerak buni deb chiqmayotganligingiz uchun. Sizlarga ham tegishli bu gap. Madaniyat vaziri uchun alohida video qilaman. Bunga juda ko'p yaxshigina gaplarim bor Ozodbekka. Sog' salomat bo'linglar, hammangizga ko'rishguncha deb qolaman.